Mashalloh, aka. Buqani qarang, buqani jonivorlarni oyoq qo'ygani joy qolmadi, boyaki oyoq qo'ygan joy qolmadi. Hammasi tuxumkalla, haqiqiy Aberdin Angus. Akalar, Farg'ona viloyati Buvoyda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Ko'mbosh Qo'ng'at mahallasidamiz. Sonini aytmadimmi? Yo'q, Aytib qo'ydimmi? aytmadingiz. Aytmadi. Uni aytmaymiz. Nechta mol borda o'ylaysiz mana shu yerda hozir? Bir 1000 tami, 2000 tami bormi? Sanjarbek aka? Bor. Loyim ha? Ha, bo'lsin. Allohga oson. Allohga oson. Niyat qilaylik, hammamizda bo'lsin. Albatta, niyat qilib, niyatsiz namoz o'qib bo'lmaydi-yu, niyatga qarab ketadi Sanjarbek. Xudo xolasa kelishaveradi, yana davomi bor. Faqat duo qilishib, otangga rahmat desa, yana davomi bor. Xudo xolasa. Duo qilishmasa davomi yo'q. Bularimiz sotiladi, hurmatli ko'kalar. 23-oktyabr o'tar kechasi avzorni boshlaganmiz. Buqalar narxlari Sanjarbek aka. Narxlari xudo xolasa 21 million so'mdan 28 million so'm optim narxi. Agar hammasi bir joyda quyuq suyuq oldim aka menga, qoldi deydigan o'zimga o'xshagan dangal martni. Mard deganda faqat erkak kishi hisob emas, ayol kishi bo'lsa ham kerak bo'lsa, bir joyda sotiladi. Gap so'z yo'q. 24 million 800 ming so'mdan respublika bo'ylab mendan yana dastavkasi undan plus xayriga o'tib beraman. Yana gap so'z yo'q. Aslida bir bosh olsangiz ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaq bepul. Kelaverasizlar xudo xolasa. Biz xizmatda. Sanjarbek ham chetda xizmatda. Uzoqdan keladigan ukalarimiz bo'lsa, joy bor, choy bor, bemalol. Odamgarchilik birinchi o'rinda. To'ppa-to'g'ri. Hech qanday gap so'z yo'q. Mehmon kelar eshikdan, kelar teshikdan deydi-yu. Ha, ana. Bitta o Samarqandliklar ham kelgan. 3 sutkadan beri mana shu buqalar poylab o'tirish. Barakasini bersin. Bu qolmadi, Farg'ona, Toshkent bular borib ko'rishib, mana shu yerda kelishib, mana shu 3 kundan beri poylab o'tirish. Xudo xolasa, ularning ham ishi bitdi. Ishlari oldiga solib buqalarni chiqazaveramiz. Xudo xolasa. Rahmat Sanjarbek aka. Rahmat sizga ham, charchamaysiz. Kelishaveramiz. Voy, Sizlar ko'ringanlar yo'q lekin.